so'rab turamiz. Mer uydamikin o'zi. Tak, janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, keldingmi? Ha, mana bozorga keldim, lekin ekmadim. Bu yaxshi. Ber menga o'roqlarni. O'rniga nima ekanmiz? Kartoshka va sabzi. O, yo'q, ha. Ola qol, mana senga kartoshka, bir stak va sabzi. O, rahmat. Hozir bularni ekamiz. O'sar, mana bu yomon emas. Mana bu menga yoqyapti. Hozir yangi narsalarni ekamiz. Tak. Jechel, nima bo'ldi? Nimaga seni haydashdi o'zi? Bilasanmi, xullas men bu yerda ijarada turardim. Xo'sh, keyin esa ijarachi keldi va seni ko'chaga haydadimi? Aytib beravermay ishlayman. Shunchaga kelib ko'chaga haydadi. Qo'yil. Lekin nima uchun? Bu birozgina rasvo bo'lib yotgan ekan. Yo'q, shunga shunchami? Keldi, hamma narsalarni olib chiqib tashladi. Tushunursan, yomon bo'libdi. Do'stlar, buni qaranglar, shunchaki olib birovni ko'chaga haydab yuborish oson bo'lib qoldi bizni vaqtimizda. Bechora jetel, nima ham qilardik, ilojimiz yo'q. Xo'sh, balkim yordam berarmiz, nima deysizlar? Uyimda bir necha kun qolishi mumkin, o'ziga yangi joy topguncha mayli. Hozir shuni unga taklif qilib beramiz, bularni olib qo'yamiz. Yaxshi, qani ketdik. Lekin bilasizlarmi, ko'chada qolishi mumkin edi, lekin vijonim chidamaydi-da, axir qo'shnim har qalay. Men esa uyimda joy yetadi, menimcha ikkita karavot sig'sa kerak, albatta yonma-yon emas, lekin bo'laveradi, hech bo'lmasa pechkani oldida yotadi. Voy, jetel, yana bir marta aytib ber, nimaga seni haydashdi o'zi, tushunmay qoldim. Shunchaki ijarachi kelganda uyim ozginagina rasvo bo'lib yotgandi. Uni jahli chiqib ketdi. Hayron qoldi, nimaga hamma yoq rasvo deb. Men senga aytsam, bu yerda ozgina qog'oz bo'laklar yotgan edi. Men narsa upakovka qilgandim. Yo'q, yana bo'lishi mumkin. Bitta ikkita butilka bor. Ro'ysa hamma narsani sindira boshladi. Birin-ketin qoldirmasdan va ko'chaga olib chiqib tashlamoqchi bo'ldi. Yo'q, sen nima qilding? Men ham nima qilardim? Men hech narsa qila olmadim. Shunchaki qarab o'tirdim. Narsalarimni bir qismi uyni ichida qolib ketdi. Keyin esa meni ko'chaga haydab chiqardi-da, narsalarni sen mana shu ko'rib turgan joyimizga tashladi. Men ham nima qilishni bilmay qoldim. Undan kechirim so'ramoqchi edim, lekin uyni yopib ichiga kirib oldi. Yomon bo'ldi, lekin nimasini aytasan, shunday qilib ko'chada qolib ketdim. Yomon. Bilasanmi, istasang meni uyimda yashashing mumkin. Yo'q, bepulgami? Faqatgina bir necha kunga uy topguningcha yangi ijaraga. Albatta. Hozir men kirka va bolta olib kelaman, narsalaringni kirgizamiz. Do'stlar, yordam bermasak bo'lmaydi qo'shnilarga. Bugun men, u esa ertaga menga yordam beradi. Tak, mehr-oqibatsiz dunyo yomon bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun ham keldim unga. Yordam bersak beribmizdan nima ham bo'lishi mumkin. Tak, kravatingni olamiz hozir. Endi verstak va pechkani. Tak, meni uyimda verstak va pechka bor, shuning uchun bularni shkafga solib qo'yaman. Xo'pmi? O'zing istaganingdek qil. Tak, yaxshi, kelinglar endi buni shkafni, tak, katta shkafni mana shu yerga qo'ysak, bu yerda meni kravatim, unikini xo'sh, bu yoqqa sig'maydi. Mana bu yerda tursin, hech kim bir-birini oyog'ini uchida bo'lib qolmaydi. Okey, endi esa tak, bu yerga tashlashimiz kerak. Ovqatni olib qo'yamiz oyoq uchidan va mana bu yerda yonida turib qolsin. Endi esa xo'sh, yaxshi, versak va pechkani tashlaymiz. Ajoyib, versak va pechka tepada bor, ishlatishi mumkin. Endi o'zini chaqirsak bo'ladi. Yomon emas. Bo'ldi, jetil, keldingmi? Kir ko'r, qani ko'raylik-chi. Zo'r sig'ibdi. Bular ham buni qarang, zo'r, katta rahmat. Arzimaydi, bemalol. Xo'p, mana shu narsalarni qo'yaver. Hozir bir ikki narsalarim qolganda olib kelaman. Da, borib bemalol olib kelib qo'yishing mumkin. Lekin bir necha kunga. Tushundim. Do'stlar, ko'ringlarmi, odamlar xursand bo'lish uchun qanchalik ozgina mehr borib bersak bo'lgani. Hozir men esa ustachilik qilishga ketdim. Ustozimdan o'rganaman. Eshigim ochiq turibdi. Qoyil. Rahmat ustoz, ertaga yana kelaman. Bo'la qol. Ajoyib. Do'stlar, kech ham tushib qolibdi. Kuni bilan ishlaydigan, kuni bilan yangi narsalarni o'rgandim. Qiziq, jetel zerikib qolmadimmi? Bir o'zi. Mayli, hozir borib uyni tepasida turibdi. Soyabonmi? G'alati, men qo'ymagandim, narvon paydo bo'libdi. Tushunmadim, jetel qo'ydim ekan, qiziq. Voy, jetel. Jetel, nima qilyapsan? Menmi? Hech nima. E'tibor berma, shunchaki kiyimlarni yuvgandim. Okey. Nima bo'ldi? Uyni nimasini? Tak, stop. Uyni tushunmadim. Nimaga bu yerga narsalarni olib tashlading? Endi yetmay qolganda joy stolingni kesdim. Nima stol? Nimaga kesding? Sezmabman ham. Kichkina bo'lib qoldi. Notebookim qani? Notebook qani deyapman. Pechkani ustida. Tushunursan, qizib ketadi-ku. Yo'q, pechkani yoqqanim yo'q. Tak, stop. Pechkalarni nimaga qo'yib qo'yding? Versakni ham. Kerak bo'ladi-da. Menikini ishlatishim mumkin edi. Yo'q, joy yetmayapti. Qanaqasiga? Joy yetmayapti, tepaga qurdim. Nima qurding? Yo'l ko'rsataman. Ikkinchi soyabon turganda. O'shada qani chiq. Hop, davay, qani ketdik endi. Tushunursan. Buni yo, divan qo'yibsanmi? Shuning uchun ham pastda ustun turibdi-da. Burchakda ko'rgandek bo'lgandim. Qish ustun qo'yibsan. Hammasi yig'ilib tushmasin tom deb. Tushunursan. Zo'r, lekin bo'lmaydi. Tak, jetel. Yo'q. Nimaga ketib qoldi? Xo'y, men senga ket deganim yo'q. Bularni ol tepadan. Hop, toming yig'ilib tushmaydi. Baribir ham ol hammasini. Hop, mana olyapman. Bilasanmi nima?
tezda uyimdan ket. Nimaga axir aytding yashashing mumkin deb. Yo'q, ket. Hop, sen bo'lmaginu, lekin bunday qilasan deb o'ylamagandim. Mana bilib qo'ysan ham qanday bo'ladigan ko'chada qolish. Sen aqldan o'zgamisan? Meni o'zimni uyimdan chiqarib yubordingmi? Ha. Nima? Do'stlar, buni naqligini qaranglar. Uyimni ham axlatini chiqarib yuboribdi-ku. Bekorga haydashmagan ekanda bu yerdan. Hozir shoshmay tur. Agar hozir meni qo'ymasang, do'stim chaqirib kelaman. Bilganingni qil. Bilganimni qilaymi? Bo'pti, hozir ko'rasan. Qanday chiqarayotgansan haydab. O'zing menga aytding, qolaver deb. Mayli, qolaver dedim, lekin xo'jayinlik qil deganim yo'q. Tushunursiz? Mana shunday do'stlar, odamlarga yaxshilik qilasizlar, keyin esa hozir ko'radi. Nobni chaqiray. Zo'roy menga qoldi. 2 kunmish. Butun umr qolaman. Shu yerdamisan? Hoy, hozirgina qo'lingda telefon turganda, o'zingni uxlagingga solma. Tur. Nima bo'ldi? O'zingni uxlagingga solma. Nima? Hozirgina turdim. Bo'pti. Xullas menga yordaming kerak. Salom. Senga ham salom. Nima bo'ldi? Xullas uyimga bir shil kirib bordi. Chiqmayman deyapti. Hozir menga ko'rsatib qo'yaman qanday bo'lishini. Meni do'stimga pultavaz qiladimi? Yo'q, ketdik meni. Voy, sen qolaver, men o'zim hal qilaman. Shoshma, ko'rishim kerak-ku. Davay. Xo'sh, qani nima qilar ekan? Shu yerda? Da. Hozir turadi. Sen kimsan? Hozir ko'rsataman. Qo'yvor. Yo'q, kelishak ketdik. Yordam iltimos. Xohlaganingni qil deding-ku. Xohlaganingni chaqirdim. Yursin, qo'shiluvchi. Bo'ldi, endi qo'y meniki. Yerga tashlab shekilli. Mayli. Bo'ldi, endi o'zi kelsa, kelyapti. Yaxshi, endi rahmat deyish kerak. Bo'pti, Sten, katta rahmat senga. Hech qisi yo'q. Kir uyimga. Yo'q, men uxlayman. Bo'pti, davay. Do'stlar, shunaqangi do'sting bo'lsa, zo'rda mazza qilib vaqt o'tkazish mumkin. Tilari boshqa xalaqit bera olishmaydi. Endi bemalol uyimizga kirsak bo'ladi. Bu voqeadan keyin endi yaxshi odamlarga ham uy bermaydigan bo'ldim. Chunki mana shunday odamlarga yaxshilik qilasan-da, keyin